Dangasa xonimlar bu retsept aynan siz uchun. Dangasa paxlava hali bu retseptni sizlarga hech kim o'rgatmagan. Tez, oson va mazali. Qani boshladik. Tezgina pishirib olamiz. Bismillah deb un bilan margarinni kroshka qilib olamiz. Chimdim tuz solib. Alohida idishga smetana, 2 dona tuxum sarig'i, 1 choy qoshiq chayni soda solib, urvoqli massamizni ustiga solamiz. 1 choy qoshiq razrixlитель, 3-4 osh qoshiq shakar solib, yumshoqqina xamir qilib olamiz. Xamirimizni mushlamaymiz. Silliq bo'lguncha ishlov beramiz. Tayyor xamirni 3 ga bo'lib olamiz. 4 burchak shaklda yubka qilib yoyib olamiz. 1 kosa to'la yong'oq, yarim peladan sal ko'proq shakar, 2 dona tuxum oqini solib aralashtirib olamiz. Yubka yoyilgan xamirimizga nachinkalarimizni solib, rulet shaklida o'rab olamiz. Qolgan xamirlarimizni ham rulet shaklida o'rab olamiz. Tayyor ruletlarimizni ustiga tuxum sarig'i suramiz. 180 gradusda ustlari qizarguncha pishirib olamiz. Issiqligida paxlavalarimizni ustiga asal yoki qiyom surib, xohishga ko'ra bezatib olamiz. Og'izda eriydigan tez, osongina paxlavalarimiz tayyor.